Hamda bugungi forumda rasmiy ochib berish uchun so'zni Toshkent davlat transport universiteti rektori Guryamov Abdulaziz Abdullayevichga beramiz. Marhamat. Ota-ona har bir farzand uchun birinchi ustoz, birinchi namuna. Uyda vatanparvarlikni, uyda odobni, eng yaxshi fazilatlarni ko'rsa, bola shuni hammasini ko'zda mujassam qiladi. Tadbirlar zo'r, yaxshi o'tdi, kayfiyatim yaxshi, xursand bo'ldim. Ustozlar borlaringizga shukr. Qizim shunday yutuqlarga erishganiga albatta sizlarning hissalaringiz katta. Sharoitlar juda yaxshi ekan, biz kutgandan ham ziyod ekan. Mana bugun biza ota-onalar uzoq Qoraqalpog'istondan Toshkent davlat transport universitetiga ota-onalar forumiga qatnashdik. Juda ham yoshlarga e'tibor kuchli ekan universitetda. Universitet rahbariyatiga barcha ota-onalar nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'zim 3-kurs talabasiman. 3 yil davomida namunali xulqimiz, jamoat ishlarida faolligimiz uchun bugun nafaqat o'zimiz, balki oyimizni, ota-onamizni e'tirof etishdi. Albatta qizlarga berilayotgan alohida e'tibor bu kelajakka berilayotgan e'tibor deb bilaman. Ota-onalar forumida alohida ota-onalarimizga bizni mana shunday darajada yetkazib, katta qilishliklari uchun, bizni qo'llab-quvvatlab, ortimizda turishganliklari uchun alohida tabriklab e'tirof etishdi. Kelajakda o'zini orzu niyatlariga erishadigan insonlar bo'lsin. Ta'lim berishda charchamanglar. Hammalaringga katta rahmat, minnatdormiz.